Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga Yakkasaroy tumani, Salomatli mahallasidan 3 xonali xonadonni ko'rsatib o'tamiz. Bu hovli qismini ko'rib turishingiz mumkin, juda ham keng ishlangan. Barcha xonalarga alohida kirlar. Birinchi zaldan boshlaymiz. Kelavering. Bu xonadonimizning zal qismi, divanning zonalari, derazalari katta, yorug'ligimiz yaxshi tushadi. Divanlarni ko'rishlar mumkin, lyustralarga ham alohida e'tibor beringlar. Juda ham chiroyli ishlangan. Bu yoqda televizorning zonasi. Zalimiz o'lchami taxminan 4 metrga 5 metr. Kelaverasizlar, qolgan xonalarni ko'rsatishni boshlaymiz. Bu tomonda kattalar yotoqxonasi, juda ham chiroyli shinam ishlov berilgan. Mana bu svetlar yoqamiz. Alohida o'chirib yoqsanglar bo'ladi. Mana bularni ham bu yoqlarni o'chirib yoqsanglar bo'ladi. Divan, spalnisi, toshoyna, bu yoqda garderobni shkaflar bilan bor. 3 xona 85 kvadrat. Ko'pchilik biladi. Bu yoqda 3-xonasi, bolalar xonasi yoki kichkinagina mehmonxona qilsalar ham bo'ladi. Bu yoqda esa oshxona. Oshxona ham juda ham chiroyli ishlov berilgan. Mana bu yoq mebellari juda ham sifatli qo'yilgan. Texnikalari ham. Bu yoqda o'zining balkoni ham bor. Bitta hovlini ham ko'rsatib o'ting. Balkonni. Hovlisini ham ko'rdinglar, juda ham chiroyli ishlangan. Yakkasaroy tumani Salomatli mahallada Yakkasaroy masjidining yonginasida joylashgan xonadonimiz. Endi esa sanuzilni ko'rsatib o'tamiz. 10 qavatli uyning 8-qavatida joylashgan ushbu xonadonimiz. Sanuzillari ham juda ham keng ishlangan. 85 kvadrat xonadonimiz 127 ming so'ralyapti. Kimga qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldirdim.